Hayrulla Asadi shunday bir ulug' ishni qildiki, kitobga da'vat qildi. Qur'onni o'qigan inson, Qur'onga yaqinlashgan, Qur'onni yodlagan inson Allohning ahli bo'ladi. Siz yo'q, men o'rtada to'xtayman desangiz, baribir o'sha bekatga borishingiz kerak bo'ladi. Xolislik bor bu insonda. Bu narsani ko'rdik. Rahmatli, men o'zim muxlis edim o'sha insonga, Bahodir Yo'ldoshev, rejissyor. Navoiy bilan o'rtoq bo'lgim keladi. Agar men yaxshi o'rtoq bo'lardim. Hamsani ham nomi kitob. Qur'onni ham nomi kitob. Haftasiga bitta oyatni yodlay oladimi? Bitta harfni yodlaydimi? Lekin Alloh taolo uchun Qur'on namoziga mos Qur'onni yodlayapti deb yoziladi. O'sha kitobcha akamiz tirik kitob deganimiz, o'sha nom olgan odam shunday bir da'vatni qilib qo'ydiki, odamlar intila boshladi. Yaxshi kitobga da'vat qilgan inson o'z-o'zidan eng ulug' maqomga, ya'ni Qur'onga bo'lgan bir ehtiromni bildiradi. Demak, kitobni ardoqlayapti. O'zidan ketayotgan kitob munosib joyiga borish kerak. Bir kitobchi aka tirik kitob deb juda ham mashhur qilishdi. Bu yaxshilikka bo'ldi bu. Mayli, balki u ham dunyodagi eng buyuk kitobxon olim emasdir. Banday ojizmiz yuqorida aytganimizga. Hammani ham xato kamchiliklari bor. Bu gapingiz juda to'g'ri bo'ldi, o'rinli savol bo'ldi. O'sha hozir payt tirik kitob degan ismlari nima edi? Hayrulla aka. Mana shu narsani men o'zim o'ylandim-da. Masalan, bu inson bu ko'zga ko'rinmagan edi, bir chetdagi odam edi. Nazariga ham ilmasdi hech kim. Hatto o'zini kutubxonasi ham, ya'ni kitob sotadigan do'koni ham yo'q, tashqarida yoyib sotar ekan. Nima uchun shunday bo'ldi? Nimadan bo'ldi? Masalan, tanish bilish yo'q ekan yoki bo'lmasam mana shu narsani qilish kerak deb qilmadi. Inson qancha agar xolis bo'lsa, xolis fikrlasa, xolis qadam va xolis harakat qilib va xolis nafas oladigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi kutmagan joydan yo'naltirib qo'yar ekan. Juda ko'p bo'ladi hayotingizda bo'lgan, mana men o'zimda ham bo'lgan. Bir narsaga qo'rqib turadigan bo'lsangiz, teskarisi bo'ladi. Oddiy qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, boshqacharoq bo'ladi. Keyin o'ylab kulib qo'yasiz, shuni oddiy ham qo'ysam bo'lar ekan-ku, shunga qancha jonim berib yubordim deysiz masalan. Oddiy narsaga bo'ladi o'zi asli. Oddiy turibdi. Siz uni shoshiltirmoqchi bo'lyapsiz u ishni. Aslida u o'z joyida bo'lishi kerak edi. O'zini bekati bor edi uni. Go'yoki siz bir avtobusni keyingi bekatga tushish kerak bo'ladigan bo'lsa, siz yarim yo'lda tushirmoqchi, to'xtatmoqchisiz avtobusni. Majbur ham to'xtar u. Lekin siz joyingiz emasda u. Chunki u o'sha bekatniki, o'sha bekat qilindi. Chunki siz kirib ketadigan bozoringizga, sizni manzilingizga yaqinligi uchun o'sha bekat bo'lgan edi. Siz yo'q, men o'rtada to'xtayman desangiz, baribir o'sha bekatga borishingiz kerak bo'ladi. O'sha manzilga borishingiz. Demak, Hayrulla akani o'sha yaratganni o'zi g'oyibidan berib qo'ygan bekati. Ya'ni nima uchun bo'ldiki, u insondagi xolis fikrlash bo'ldi. U qanchalik kitob o'qigan, nima ishlar qilganligidan hali ham biz ma'lumotimiz yo'q bu narsadan. Ya'ni bu insonni qanchalik darajada o'sha ma'lumoti bor, ya'ni diniy ma'lumoti bor yoki bo'lmasa haqiqatan kitoblarni juda ko'p o'qigan. Bulardan xabarimiz yo'q bizni. Lekin xolislik biz bildik. Xolislik bor bu insonda. Bu narsani ko'rdik. Juda chiroyli targ'ib bo'ldi-da. Juda targ'ib bo'ldi va yana bitta asos targ'ib turib berdi. Nima desa, har qanaqa qanday kitob bo'lishidan albatta endi yaxshilikka undaydigan kitob bo'lsa, u badiiy kitobmi, diniy kitobmi, ilmiy kitobmi, jahon adabiyotimi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, agar u yaxshilikka undaydigan narsa bo'lsa, u hikoya bo'lar, roman bo'lar, boshqa bo'lar, u kitob. U kitob. Men bir rahmatli, men o'zim muxlis edim o'sha insonga, Bahodir Yo'ldoshev, rejissyor. Juda kuchli rejissyor edi. Rejissyor bo'lib ham, ensiklopediyadan tashqari bu inson hali rejissyorligidan ham tashqari kitob o'qirdi-da bu odam. Va shunday gaplari bordi, erkak gaplari bordi. Bir suhbatlarni eshitganman, to'liq eshitganman. Navoiy bilan o'rtoq bo'lgim keladi. Agar men yaxshi o'rtoq bo'lardim. Navoiy tirik bo'lganda deydi, men zo'r do'st bo'lardim odamga deyapti-da. Bir tarafdan qarasang bir kalomdimolikka o'xshash narsa chiqyapti. Lekin aslida u shu darajada Navoiyga yaqinlashdiki, chunki kitob o'qigan inson o'sha kitobini, qaysidir bir adibning kitobini o'qiydigan bo'lsa, u ruhan ham yaqinlashib qoladi unga. Jumladan Qur'onni o'qigan inson, Qur'onga yaqinlashgan, Qur'onni yodlagan inson Allohning ahli bo'ladi. Oilasiga kiradi o'sha. Nima uchun? Chunki Qur'onni yodladimi, tushunsa, tushunmasa, Qur'on ichiga kirdi u. Demak, Qur'on o'qigan odamda nuri bor deysiz. Qur'on o'qigan odamda boshqacha hurmati bor yoki ahli ilm deydi. Nima uchun hurmati bo'lyapti? Ahli ilmni masalan oddiy yoki qorini nima uchun hurmati bor uni? U mansab egasi emas edi, millioner emas edi. Nima uchun? Chunki Allohning Qur'onini o'qiydi-da u, Allohga yaqin. Demak, u zotga yaqin bo'lyapti, u zotning kitobini o'qiganligi uchun. Demakki, Bahodir Yo'ldoshev rahmatlining gaplaridan kelib chiqadigan bo'lsak, u inson o'sha Navoiyni o'qishligi juda ko'p o'qiganligini bildiradi. Hali Navoiy bilan do'st bo'lgisi kelayotganligi.
Demak, kitob shunday bir narsaki, o'sha gapi bor edi. Rahmatlikni Bahodir Yo'ldoshning shunday gapi bor ediki, bir inson deydi, kitob yozsa deydi, endi bu dunyoviy olimidiku endi odam aytayaptiki, kitob yozsa deydi, kitobi tokchada Hamsani, Navoiyni Hamsasini yonida turib qolishini o'ylab yozsin deydi. Meni kitoblarim tokchada turganda yonida Hamsa ham turib qolsa kerak. Endi biz aytamiz, Qur'on turib qolishi mumkin yonida. Hadis kitob turib qolishi mumkinligini o'ylab yozsin. Ya'ni sohangizga kelib ishlayotganda. Ya'ni u inson sohasiga kelib aytayaptiki, bir kitob yozgan odam deydi, Hamsa yonida Boburnoma turib qolishi mumkin oldida yoki o'sha Temur tuzuklari bor, o'sha turib qolishi mumkin shu bilan birgaligida. U kitobim o'qilmasa ham birga turishi mumkin-ku deb o'ylasin kitob yozishdan oldin deydi. Nimaga deydigan bo'lsa, kitob degan nom bor. Hamsani ham nomi kitob. Qur'onni ham nomi kitob. Ko'ryapsizmi? Bitta narsaga moddaga taqalyapti hamma narsa. Kitob degan narsaga qarayapti. Demak, o'sha kitob Qur'on o'qiyman desa, kitobini och deysiz, Qur'on. Hamsa hadisni o'qiyman desa, kitobni ochamiz. Hamsa o'qimoqchi bo'lsangiz, kitobni ochamiz. Bitta roman o'qimoqchi bo'lsangiz ham kitobni ochamiz. Demak, buni kitob degan ulug' bir maqomi turibdi. Nima demoqchiman? Xayrulla Asadov, familiyalar. Xayrulla Asadov shunday bir ulug' ishni qildiki, kitobga da'vat qildi. U qanday kitob bo'lishidan? Uddasidan chiqdi. Uddasidan chiqdi. Ya'ni kitobga da'vat qilishdan tashqari u kitobga undadi. Va u aslida u o'zidan fikridan kelib chiqib turib, roman o'qinglar, kitob o'qinglar, she'r o'qinglar, bor ana bir haligi diniy adabiyot o'qinglar deyotgandir, lekin aslida u kitob o'qinglar deyapti. U kitobni esa asli esa Qur'on edi, eng buyugi. Demak, bir asli umumiy buyuk bo'lgan bir narsa kitobga da'vat. Ya'ni bu dunyodagi nimaiki bilim bo'lsa, hammasi yaratganniki. Demak, kitobga da'vat qilindimi, Alloh taolo u yo'lni ochaverar ekan. Bu ham bitta yaxshi qadam. Yaxshi qadam. Ya'ni o'sha inson, o'sha tirik kitob shunday narsani boshlab qo'ydiki, davom ettirilsa yaxshi bo'lardiki, u inson qanchalik darajada ilmli bo'lsin. To'g'ri, u inson tanqid qilganlar bo'ldi. Ya'ni, kim bo'lib qopti, o'qigan narsasi yo'q. U inson kitobga da'vat qildi. Agar boshqa narsani gapirganda edi, deylik masalan, meni diniy ilmim bor desa u inson, diniy bir jihatdan qanaqadir bir da'vodar bo'lgan deydi, boshqa bo'lgan deydi, lekin ilmi yo'q. Shunaqa bo'lganda u narsani to'xtating deyilishi mumkin. Lekin bu inson umumiy qilib kitobga da'vat qildimi, Alloh taolo o'shanga yo'l ochib qo'ydi va shundoq bir mashhur qildi. Maqsad toza bo'ldi, mashhur bo'ldi va odamlarga ham yaxshi bo'ldi. Ya'ni kitobga da'vat, kitobga undashlik har doim bo'lishi kerak. Bu narsa bo'ldi, masalan, muhtaram prezident janoblarining tashabbuslari bilan kitob o'qishga, hatto shunday narsalar bo'ldi. Spark sovg'alar qilishdi kitob o'qigan bolalarga, boshqa bo'ldi. Mana shunday undovlar bo'ldi-da, bundan juda xursand bo'lgandik, bir to'xtab qolgandek bo'ldi keyin o'rtada bu narsa. Ya'ni to'xtab qolishi siz bilan bizning qo'limizda-da, biz uni davom ettirishimiz kerak. Davom ettirishimiz kerak edi. Xuddi shunday. O'sha inson shu ishni qildi. O'sha inson xohlab qildimi? Siz bilan biz qilishimiz kerak bu siz bilan biz qilishimiz kerak bo'lgan ish edi, lekin u inson shunday narsa qildiki, ya'ni uni do'stlari kitoblar ekanda. U qanchalik kitob o'qishdan qat'iy nazar atrofida do'stlar bor ekan. Insonni qachon o'zi mustahkam, o'zini bir g'olib sanaydi yoki qachon o'zini baquvvat his qiladi, atrofida do'stlari ko'p bo'lsa. Inson shunday. Yolg'izlanib qoldim deydi. Do'stlar qochadigan bo'lsa. Agar atrofida do'stlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha do'stlari bilan avvalo Alloh, albatta uni ota-onasi, aka-ukasi, yor birodarlar bo'ladi, lekin do'stlar ham alohida rol o'ynaydi-da. U insonda juda ko'p do'stlar bor ekan. Minglagan kitoblar do'sti ekan. U shunchaki kitob olib sotish bilan shug'ullanmas ekan. Kitobni sotib yubora olmas ekan. Kitobni xor bo'lishiga yo'l qo'ya olmas ekanda, bu narsani demak kitobni ardoqlayapti. O'zidan ketayotgan kitob munosib joyiga borish kerak. Borish kerakligini ham o'ylayapti. U narsa ham bor. Ya'ni boshqacha qilib aytganda kitobni ardoqlayapti. Aytganimizdek kitobning eng oliy maqomi Qur'on edi. Demak, shunday narsa ekanki, bu siz bir kitobni ardoqlasangiz, siz Qur'onni ham ardoqlagan hisobida bo'lib ketaverar ekansiz-da. Agar u yaxshi kitob bo'lsa, albatta. Yaxshi kitob bo'lsa, ya'ni shunga aloqasi bor bo'lib ketaverar ekanda. Chunki bunga bir misol tariqasida aytaman. Ya'ni masalan, bir endi bu diniy oid bo'lgani uchun ham aytaveramanki, masalan, shunday gap bor-da. Namoz o'qishlik uchun Qur'onni bilish kerak. Masalan, Fotiha surasini bilishingiz kerak, Zam surasini bilishingiz kerak. Savol tug'iladi. Umuman bilmagan odam nima qiladi namozni? Namoz o'qishlik uchun albatta o'sha narsa kerak edi, qiroat farzida. U bo'lmayapti-ku. Qanday bo'ladi unda? Qiroat bo'lmayapti-ku bu yerda. O'shani nima qiladi desa, o'qiveradi bar namozni. Qanday o'qiydi desa, o'sha kunidan namoz o'qishlik uni miyasiga kirdi. Alloh taolo ilhom qildi unga namoz o'qiyman degan narsa bo'ldi. Alhamdulillah. O'sha namozni boshlagandan boshlab turib Qur'on o'qishni boshlaydi. Haftasiga bitta oyatni yodlay oladimi? Bitta harfni yodlaydimi? Lekin Alloh taolo uchun Qur'on namozga mos Qur'onni yodlayapti deb yoziladi. Vaholanki alhamduni yodladi bir hafta.
alhamdulillah o'zini qaytarib o'qiveradi. Fotihani o'rniga ham, Zam surani o'rniga ham. Lekin Allohning oldida Fotihani ham juda ham kifti bilan kelishtirib o'qigan bo'ladi, Zam surani ham o'qigan hisobida bo'ladi. Nima uchun? Harakatni boshlab qo'yyapti-da u. Harakatini o'zi butun Qur'onni yodlayotgan hisobida bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yuqoridagi kitobga da'vat qilishdagi harakatlar ham xuddi aynan mana shunday ayni muddao. Ya'ni Qur'onga bo'layotgan bir harakat yoki bo'lmasa o'shanga bo'lgan ehtirom, umuman kitobga bo'lgan ehtirom bo'lib qoladi. Ya'ni bunga misol hozirgi aytgan misolimiz yana bir ko'rinishi bor. O'rni kelganda aytishimiz kerak-edi. Masalan, o'sha Ramazonlarda mana tarovihlar bo'ladi, xatmi Qur'onlar bo'ladi. Tarovih masjidlarga boramiz, tarovih namozlarini o'qiymiz. Juda chiroyli sharoitlar yaratib berilyapti mana masjidlarda. Borganingizda o'sha aytiladi, doim domlalar, imomlar aytishadi namozdan oldin, hurmatli jamoat, diqqat bilan eshitib o'tiraylik deydi. Nima uchun desa, o'sha 30 pora Qur'onni yodlagan inson Qur'on o'qir ekan, agar diqqat bilan u 30 pora Qur'on yodlamagan orqadagi odam, o'zbekchasini ham bilmaydi ma'nosi, lekin diqqat bilan eshitsa, birga o'qigan savob beriladi. O'zi hech narsani bilmayapti-yu. Arab tilini bitta harfini ham bilmaydi. O'zbekcha tarjimasini, o'zbekchasini ham, ruschasini ham, qirg'izchasini ham bilmaydi u. Lekin u diqqat bilan, ya'ni ixlos bilan eshitib o'tiradigan bo'lsa, o'sha Qur'onni birgaligida xatm qilgan savob beriladi. Xuddi qoriga berilgan savob unga beriladi. Demak, hali namozni ham bilmagan odam boshlab qo'yadigan bo'lsa, umuman yodlagandek bo'ladi. Demak, umuman kitobga da'vat qilgan inson, agar yaxshi kitob bo'lsa aytganingizdek, yaxshi kitobga da'vat qilgan inson o'z-o'zidan eng ulug' maqomga, ya'ni Qur'onga bo'lgan bir ehtiromni bildiradi. Chunki harakat. Demakki, bu insonga berilayotgan bir e'tibor, bir hurmat yoki yo'q joydan birdan bo'yiga portlash deymiz endi bu narsani. Bunday bo'lishligi o'sha kitobga bo'lgan ardoqlash, hurmatni Alloh taolo natijasini, mevasini ko'rsatib qo'yadi. Mana shunday tushundim. Xullas kalom, ilmga da'vat o'zi har bir zamonda, xususan dinimizda ham qo'llab-quvvatlangan va xayrli, savobli ish deyilgan. Va hattoki ilm farz. Ilmga da'vat qilish ham farz. Ya'ni, masalan, oddiy misol juda ko'p holatda bo'ladi-da. Bir narsani ishini amalga oshirishingiz qiyindir, lekin aktyorlar masalan so'zlarini oson yodlaydi baribir. Yodlab olishadi. Ya'ni yodlaydi, u esida qoladi, sahnalarda ijro qilishadi. Yoki bo'lmasam shoir she'rni yodlaydi, uni she'rni ham yodlab olishingiz osonroq bo'ladi. Va jumladan va asosiy narsa Qur'onni ham yodlash oson. Alloh taolo agar jo qilgan bo'lsa qalbiga shu narsani oson. Va shu narsa keladi. Chunki bu kitob, chunki bu Qur'on. Ana shu narsani Alloh taolo xuddi bir Qur'on o'qishga intilgan, shunga o'zida bir harakat topgan insonga Qur'on yo'lini oson qilganidek, o'sha kitobni bir qanaqadir kserokopiyasi deymizmi endi, kopiyasi deymizmi? O'sha boshqa kitoblarni ham Alloh taolo oson qilib beradi. Jumladan mana bunday da'vat bo'ladigan bo'lsa, unga yo'lni ochib qo'yadi. Ya'ni nima bo'ldi? Xulosa qanday bo'ldi natija? O'sha kitobcha akamiz tirik kitob deganimiz, o'sha nom olgan odam shunday bir da'vatni qilib qo'ydiki, odamlar intila boshladi. Xoh mayli u riyo bilan qildi yoki bo'lmasam o'zini o'yladi. Demak, hozircha shu trendda bo'lib turgan odam ekan, shuni oldida bir narsa olay dedi. Nima bo'lsa ham og'zidan majbur bo'ladi kitob haqida gapirish. Demak, uni oldiga trend qiladigan bo'lsa, o'zini bir ahmoqona vaylani qila olmaydi bu yerda. Nima haqida gapirish kerakligini biladi u. Eng aqlsiz ahmoq ham kerak bo'lsa, qo'pol gapim uchun uzr. O'sha odam ham u yoqqa borgandan keyin bir ahmoqona bir vaynlar, nimadirlar, shumtakaliklar qilmaydi u yerda. Kitob haqida gapirishga majbur endi u. O'sha kiyimni o'sha nusxaga o'tadi endi.